ishlar qilib davrimizni qizdirgan barcha kechamizni qatnashchilariga ham katta rahmatlar aytamiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Azizlar, kechamiz davom etadi. Navbatni yoshlarga, sinfdoshlarga beramiz. Kechamiz shahzodasi Kavxon To'ramiz Xushbaxtjonning eng yaqin qadrdon do'sti Ilhomjonni, kechamiz malikasi Xushnidaxonning mehribon duganajoni Ziyodaxonlarni davramizning badiiy maydoniga chorlaymiz. Marhamat azizlar, yoshlar kelinglar. So'z navbati siz azizlarga. Marhamat. Muhabbat va harisat nozanin qalbi yo'qdir, kechon qurmagan. İnson yo'q balog'at yoshida nomingga deb ko'rmagan. Muhabbat taxtini o'ynatib, qizga ham majnun deb nom berding. So'ng mana ham qo'ygandek siz deb Xushbaxtjonni yorini uyga keltirding. Marhamat azizlar, kelinglar. Davramizga xush kelibsiz, xush ko'rdingiz. Sizlarga ham shu do'stlar bugun jonlar to'ylari muborak bo'lsin. Yaxshi niyat, yaxshi istaklarimizni albatta sizlarga aytamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan o'zining yaxshi niyatlari ila bugungi to'yxonamizga qadam ranjida qilgan aziz mehmonlar. Mana bugun Visol kechasining malikasi dugonam Xushnidaxon va ularning umr yo'ldoshlari Xushbaxtjon akamizning Visol kechalarida o'tirar ekanmiz. 2 yoshga baxt, saodat va kelgusi ishlarida ulkan zafarlar tilab qolaman. Oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam bosar ostonasiga, ne taqdirlarni bog'laydi nigoh. Umrin yozib poyu peshonasiga, qo'llariga taqilgan tillo uzuqlar baxtli yashamoqning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar, ota-ona baxt va mehridir. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringga. Xushbaxtjon do'stim, tabriklayman. Baxtli bo'ling. Rossiyada yurgan yoshlar nomidan ham tabriklayman. Baxtli bo'ling. Yaxshi istaklarni isbotida chiroyli tarona ostida isbotlaymiz. Qani marhamat. Katta rahmat. Ilhomjon Ziyodaxon, salomat bo'linglar. Azizlar, kechamiz davom etadi. Davramizga navbatdagi qutlovchilarimizni taklif qilamiz. Bugungi shirin ayyomiga sherik bo'lib o'tirgan mana shu Kavxon To'ramizning, qolaversa mana shu bugundanoq albatta kelin poshshamizning ham akalari, oyari, singillari, jiyanlari ham bugungi shirin ayyomiga sherik bo'lib o'tirishibdi. Men davramizga Kavxon To'ramizning katta akasi Ruslanjonni, Matlubaxonni, Xurshidjonni, Shohistaxonni va jonlari Begzodjonni marhamat qilinglar. Davramizga taklif qilaman, marhamat. Davramizga xush kelibsiz, Xurshidjon, Ruslanjon, kelin poshsholar, to'ylar muborak bo'lsin.
Yaxshi niyat, yaxshi istaklarimizni eng yaxshilarini siz azizlardan eshitamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq vaqtdan kelgan aziz mehmonlar. Tojikiston nomer 1 mana u Tojikistonda nimasi tojizlariniga xush kelibsizlar onam aytganday. Hammalaringni xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Kelganlaring uchun katta rahmat. Shu fursatdan foydalanib, meni jigarim Xushbaxtjon onam aytganlaridek 4-qizimiz Xushnidaxon. Bu ikkala yoshga sihat salomatlik, tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, uyimiz to'la farzand bo'lsin. 7 pushti butun xalqimizga xizmat qiladigan farzandlardan biri bo'lsin ko'p qatorida. Bu ikkala yoshga uzoq umr tilayman. Doimo baxtli bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Orqalaringdan biz boraylik. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda qo'shnilar, hammalaringni xush kelibsizlar deyman. Mana bugun to'yimizning sababchisi jigarim Xushbaxtjonning oqsol oqshomlarida o'tar ekanmiz. Men ukamga, kelinimizga uzoq umr, sihat salomatlik, kelgusi o'qish va ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Shu to'yga qatnasha olmagan bittayu birga opam Zarina nomidan ham baxtliman jon. Baxtli bo'ylar. Eng yomon kunlaring shunday bo'lsin, ser farzand bo'ylar. Baxtimizga salomat bo'ylar. Rahmat kelganlaringga mo'layim. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar barchalaring. Bugungi 2 yoshni nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Men bu fursatdan foydalanib Xushbaxtjon va Xushnidaxonlarga baxt saodat tilayman. Doimo shunday baxtli hayot kechirishlarini, serfarzand bo'lib yurishlarini tilakdoshiman. E'tiborlaring uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana men bugun Xushbaxtjon va Xushnidaxonga baxt saodat tilayman. Ilohim doimo baxtli bo'lib yashanglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Дорогие гости, сегодня у моего брата одновременные тренеры свадьбы. Желаем счастья, здоровья, любви и много красивых, здоровых детей. И передаю поздравления из города Санкт-Петербург от брата Шерзода и от Нурдунтого, бабушки моей. Еще раз будьте счастливыми. Поздравляю вас. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо тем, кто из далеких мест пришел ради этой свадьбы. Благодарим вас. Мы сегодня собрались на свадьбе 2 молодоженов, а именно Xushbaxtjon и Xushnidaxon. Вот вы, брат, в галстуке, пиджаке. Брат, строгий, вы строгий, но красивый. Брат, сегодня мой жених, очень он счастливый, и невеста хороша. Просто загляденье. Новой молодой семьи празднуем рождение. Желаю вам счастья, добра и тепла. Сохраняйте огонек в любовной старости. Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо, что пришли на свадьбу. Мы сегодня 2 молодоженов Xushbaxtga и Xushnidoya. Поздравляю вас со свадьбы, что у вас много детей было, что у вас денег много было. Поздравляю вас с красотой, с любовью. Ну, я вам дарю счастье, здоровья, удачи вам. Спасибо, что
все, кто пришли сюда. Ey yashanglar jiyanlarim, katta rahmat, sog' bo'linglar, Allohim salam, katta yigit bo'linglar. Ana shu Xushvaqtjon akalaring laqangi amakingizdek kuyov bola bo'linglar, ha? Yashanglar, sog' bo'linglar. Sizda ham bormi? Azizlar, navbatdagi qutlovchimiz Rossiya shahridan kuyov to'ramiz. Qolaversa mana shu bugundanoq kelib poshamizni ham albatta apalari Zarinaxondan eshitamiz. Hozir men imkon qadar Sviyaz o'zi mana telefonda turibdi. Agar ovoz kelsa albatta eshitamiz. Marhamat Zarina, so'z navbati sizga Zarinaxon. Olislarda yursam, kelishim kutgan, sog'inib bildirmay alamlar yutgan, bolam deb hattoki o'zin unutgan, men sizni sog'indim, savlatim otam, men sizni sog'indim, jannatim onam. Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezmonlar. Mana bugun xonadonimiz to'y. Shu to'yda sababchilari ham Xushvaqtjon va shu bugundan ularning umr yo'ldoshlari Shunidaxonlarning baxt va visol oqshomlari. Men bu hekala yoshda uzoq umr, baxt saodat tilayman. Yanagi yil shirin shakar farzandlarni ota-onalari bo'lishini Xudodan so'rab qolaman. Mana shu bizni voyaga yetkazgan dadajonim va ayajonimga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarini rohatlarini ko'rsinlar. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsinlar. Kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan hammani tabriklayman. E'tiborlaring uchun rahmat. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Zarinaxon ham sog' bo'lsin. O'zi uzoqda bo'lsa ham albatta qalbimizda salomat bo'lsin. Mana Xushvaqtjon kelin posho Zarinaxonning istaklarini, tabriklarini eshitdik. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Marhamat, sovg'alarimizni olib borib topshiramiz. Ikkala yosh mana bu jiyanlaringizni, oila a'zolaringizni yaxshi niyatlar ila qolishga to'qalarni albatta chin yurakdan qabul qilasizlar. Shirindan shakar farzandlarni ota-onalar bo'linglar. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi qutlovchilarimizni davramizga taklif qilamiz. Navbatdagi qutlovchimiz kelin hamda ikkovimizni janji-jiyanchilari uxlab qolmasin deb iltimos qilgan edilar. Mehrangizxonni davramizga chorlaymiz. Keling, marhamat. Jiyanlar bo'lsa agar yana qutlovchilar, tabriklovchilar kelishlari mumkin. Oddiy mashinani ko'rsa go'daklar hayratga tushishni kanda qilmaydi. Olis fazolarda ulkan kemalar uchib yurganini ular bilmaydi. Bizlarchi dunyo ishlarini bilamiz, oila quramiz, farzand ko'ramiz, mana shunday to'ylar qilamiz. To'ylarimizning jiyanlari va albatta mana shu bundanoq to'ylarimizni ham albatta. Marhamat, keling. Oq ko'ylaklar kiyibsiz, oq tikonlar unmasin, umid bilan deqsiz, begonalar buzmasin, kekoli baxtlasin. Oq tuslicam bordi, oyog'imga tordi, bir Shunidabamni to'yida o'ynagim bor edi. Baqa xatamiddaqa bir-biridan rayli, xafa bo'lmang afadonni dilidan rayli. Yasha, katta rahmat. Yana bormi?
katta qiz bo'ling, baxtingizni bersin Allohim. Rahmat. Yoshlarimiz sizlarga ham mana shunday shirindan shakar farzandlarni Allohim ato etsin Allohim. Navbatdagi qutlovchilarimizni taklif qilamiz. Kuyovxonto'ramizning qadrdon do'stlaridan Bahramjonov Afzalbeklarni, kechamiz malikasi kelib podshohimizning mehribon duganajonlaridan Gulbahor xonim, Shahloxonlarni davramizga chorlaymiz. Kelinglar marhamat. Azizlar, davramizga san bir jiyron bilsang man bir ovchi, avlasam cho'llarda soz ila sani, qutulmas darmoni yo'qdir iloji, tutsam yaralisam ko'z ila sani. Kel seni go'zalim, sevgilim deyin, belanma qoraga ol silvon keyin, man bir cho'pon bo'lay san menim qo'yim, bog'lasam oldimda tuz ila sani. Qo'yim bilsang o'tladardim yaylovda, tillaringni yuldirmasdan har yonda, baliq bo'lib sussang agar daryoda, ishlardim daryodan tezlikda sani. Oshiq derlar oting tushmas tilimdan, ayirib tushdim vatanimdan, ilimdan, qush bo'lsang-da qutulmasdim qo'ling, qutulmasding qo'limdan, agar ko'rsam edi ko'z ila sani. با عشق و عاشقی افسانه باشد، یکی شمع و یکی پروانه باشد. خدا خوشبخت گرداند شما را، همیشه هم دل و هم خانه باشد. سلام و درودی به پایان مهمانانی عالی قدر، شمایان را به این درگاه خوش آمدید گفته، سر اول اجازه دهید این دو گلی نفش گفته ایستاده، یعنی دوگانه عزیزمان خوشنیده خان و از این روز اعتباراً همسریشان خوشبخت جان را از نام خودم و از نام اهل همصنفمان تبریک گفته به شمایان صحتی و سلامتی را آرزومندم. در اینجا آموزگار عزیزمان مرادزاده نیز حضور ندارند، از نام آنها هم تبریک میگویم. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun dugonamiz Xushvidaxon va bugundan boshlab umr yo'ldoshlari Xushbaxtjonlarning visol oqshomlarida o'tirar ekanmiz. Bu ikki yoshga chin qalbdan tabriklaymiz. Dugonajonim baxtli bo'lgan, dugonalarimiz nomidan kam bo'lsa ham qabul qildi padarkamizni. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun do'stimiz bo'lmish Xushbaxtjon hamda ularning umr yo'ldoshlari bo'lmish Xushnidaxonlarning baxt oqshom kechalarida o'tirar ekanmiz. Men bu fursatdan foydalanib, o'zim nomimdan hamda qolaversa shu sinfdosh do'stlar nomidan bu ikki yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik va kelgusi ishlarda ulkan zafarlar tilayman. Do'stim Xushbaxtjon baxtli bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun do'stimiz Xushbaxtjon va ularning umr yo'ldoshlari Xushnidaxonlarning to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men bu ikki yoshga o'zim nomimdan va Rossiyada yurgan hamsinflar nomidan baxt, saodat tilab qolaman. Do'stim baxtli bo'ling. Salomat bo'linglar, katta rahmat yigitlar. Allohim yaxshi niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Sog' bo'linglar. Azizlar, navbatdagi qutlovchimizni davramizga taklif qilamiz. Albatta katta hurmat ila 44-maktab direktori Malima Nosirovani davramizga chorlaymiz. Malima keling marhamat. Davramizning badiiy maydoni siz uchun tayyor. Marhamat. Ko'rdik. To'ylar muborak bo'lsin. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun 2 yosh Xushbaxtjon va Xushnidaxonlarni nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men bu 2 yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi ish va o'qishlarida omadlar tilayman. Shular qatorida Olmaxon opam va Abjal akamlarga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilab, 2 yoshni baxtlarini ko'rishni nasib aylasin Xudoyim. Doimo baxtli bo'linglar. Biz kollektivimiz nomidan arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor ekan, qabul qilasiz. Rahmat. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu farzandlarni, yoshlarni tarbiyalashda charchamaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Azizlar, endi ruxsat berasizlar yoshlarimizni shirinligimiz oldiga chorlasak, yoshlarimiz mana shu shirinligimizni kesib, bu albatta shirinligimiz, tortimiz mana shu yoshlarimizni bugungi mustaqil hayotlarida eng birinchi shirin taom bo'ladi deb o'ylaymiz. Allohim yaxshi niyat qilib turamiz barchamiz birgalikda. Ularning hayotlari mana shu shirinligimizdek, tortimizdek shirin bo'lsin, totli bo'lsin. Shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lsin deb yaxshi niyatlar qilib turamiz. Marhamat Xushbaxtjon, Xushnidaxon, sizlarni davramizga tortimiz oldiga chorlaymiz.
Şimdi hava soğuman bu kaynı bulur. Karşımdan onlara gene görürsen, ben seni biliyorum yani başlar. Benim zaman doktor uzak görürsen, Allah'a razıya şarkılarını boşar. Senin gülüşlerin, ben eski gibi, keserler karşımda güller ağaçları, kimse ruhları, yıldızları gibi, ruhumda vesaire, onlar saçılır. Söyle gözlerinin dudaklarında, bu yangroq gölgeler pinhon tushmagan sening har qaqqaqang oy qanotida kechgan bo'lmadim uchgan qushmadim sen kular ekansan bu shod kunimda ochilar qarshimda jonlanar bahor bo'lgan og'ir turgan o'lak beshoralar kulki holat roqdir naqdar yashar insonga turmak kulgi va tabassum hamisha hayotingiz bo'lsin baxtli bo'linglar marhamat bo'linglar azizlar avvalgi qo'shonimizni davomimizga chorlaymiz. Bizning ammalari Muqaddasxon Nargizaxon opalarimizni davramizni badiiy maydoniga chorlaymiz. Kelinglar, marhamat azizlar. Davramizning badiiy maydoni siz aziz opalarimiz uchun muntazir. Marhamat. Uylar muborak bo'lsin. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va hamda mezbonlar. Mana bugun ukamiz Xushnidaxon, ularning umr yo'ldoshlari, xushbaxtjon ukalarimizni baxtli oqshom kechalarida o'tirar ekanmiz. Men har ikkingizga uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman. Kelajakda ko'p farzandli bo'linglar. Atirguldek hidli bo'linglar, qizilguldek didli bo'linglar. Tilagim shu, siz ikkala yosh bir umrga baxtli bo'linglar. Kamol topgan chehralar bugun, baxt va misoli oqshom bugun. Qalbga joylab qo'shiq va navo, keling do'stlar, to'yga marhabo. To'y boshlabsiz bugun bu 2 yosh, bir yostiqqa qo'yib bosh, abadiy bo'lib yo'ldosh, to'ylaringiz muborak. Avvalambor assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Stol atrofini bezatib o'tirgan shoh yigitlar, ulobar qizlar. Mana shu bugun to'yning sababchisi bo'lmish ukam Xushnidaxon va shu kundan e'tiboran umr yo'ldoshlari ukamiz bo'lmish xushbaxtjonlarning nikoh baxt kechalarida o'tirar ekanmiz. Men o'zimga ozgina berilgan fursatdan foydalanib, qolaversa oila a'zolarim nomidan mana shu to'yga qatnasholmay Rossiya shahrida yurgan apamlar, jiyanlarim, xo'jayinim
jiyanlarim hammalari nomidan bu ikkalashga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Mana shu to'yga qatnasha olmagan dadajonimning ruh arvohlari mana shu ikkalashga iloyim qo'llab-quvvatlasinlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim yaxshi niyatlar, yaxshi istaklar ijobat bo'lsin. Azir kechamiz davom etadi va navbatda yana Dilmurodjon Usmonovga beraman. Mana shu so'zga chiqqanlar, yo'l avlodlar, yaqinlar, hammalaringizni chiroyli qo'shiqlarga davramizga taklif qilamiz. Qay marhamat. Bir ikki shu qo'shiqlarimizni onalarimizdan boshlasak, marhamat ayollarimiz. Marhamat bo'lgan onalarimiz, barcha ayollarni taklif qilamiz.
Ko'cha baxtli kelsin. Sog' bo'linglar. Sizlar sog' bo'linglar. Hayır endi bo'ydaqlik, hayır endi tor ko'cha, hayır endi oy chiqqanay, o'sha qizcha bor ko'cha. Hayır endi bo'ydaqlik, hayır endi tor ko'cha, hayır endi oy chiqqanay, o'sha qizcha bor ko'cha. Oradan o'tdi yillar, ayrasliga sar bo'ldim. Hayır endi bo'ydaqliga bitta qizga yor bo'ldim. Hayır bedor kechalar, alam yutum qanchalar. Hayır endi bo'ydaqliga yuragimda kuychalar. Hayır endi bo'ydaqlik yuragimda kuychalar. Sevmagan edi sizni hech bir bandasi bizcha. Hayır endi kuydirgiye kuldirgichi bor qizcha. Uylanish qanday mazza, qir atirlar lol